Assalomu alaykum, hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev. Sizga murojaat qilamanki, O'zbekistonga siz prezident bo'lgandan keyin adolat, haqiqat kelyapti. Mana shu uchun men sizga murojaat qilaman. Hurmatli general Bahodir Qurbonov, sizga yana murojaat qilish sababiki, siz milliy xavfsizlik rais bo'lgandan keyin haqiqat, adolat chiqyapti. Mana ustimdan ko'p tuhmatlar, ko'p provokatsiyalar bo'ldi. Ayniqsa shu milliy xavfsizlik xizmatidan ko'p ayrim odamlar bizga yomonlik qilgan bo'lsa, Xudo ko'rsatadi. Mana Xudoga shukr, siz general mana boshliq bo'lib, rais bo'lib yo'lga qo'yib, shu uchun men majbur sizga bir masala bilan murojaat. Mening maqsadim nima? Haqiqat, adolat bo'lish. Haqiqat, adolat agar bo'lsa, bu dunyo, davlatimiz, jamiyatimiz obod bo'ladi. Shu uchun bizda eng aziz narsa nimamiz bor? Mana bizning O'zbekistonda konstitutsiyamiz bor. O'zbekiston Respublikasi mana konstitutsiya yaqinda mana biz o'zgartirib, yana referendum o'tkazishni qabul qildik. Bu O'zbekistonga hammasi qonunlari shu konstitutsiya asosida tuzgan. Shu uchun men hozir sizga bitta peshnod qilgan sababiki, shu konstitutsiyani poymol qilgan ayrim insonlar bor ekanki, Xudovandi Karim ayrimni jazosini berdi, ayrimi jazosiz qolgan ekan. Shu uchun sizlarga havola qilamanki, bir xulosa chiqinglar. Muhtaram Bahodir Qurbonov, sizga murojaatim shuki, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik Namangan viloyat boshqarmasining boshlig'iga mana tushuntirish xat yozyapti. Bu kim? Bu E'zozxonov Avazxon akamiz mana nima deb yozyapti. Mana ko'ringlar, bitta ko'ringlar, xohlasa chiqaringlar. Mana marhamat nima yozgan bo'lsalar, shuda bor ekan. Mana bu hammasi E'zozxonov Avazxon akamizning qo'li bilan yozgan tushuntirish xati ekan. Mana ko'ryapsizlar, mana hammalaring ko'ryapsizlar. Mana endi bu kimni tushuntirish xati? E'zozxonov Avazxon akamizning tushuntirish xati ekan. Mana ko'ringlar. Muhtaram Shavkat Mirziyoyev, muhtaram Bahodir Qurbonov, mana men E'zozxon Avazxonning mana tushuntirishni o'qib hayratga qolyapman. Bu hayratga nima yozyaptilar? Mana o'qinglar nima deyapti? Mana yozganlarini ko'ringlar. Aslon Husomiddin deyapti, eng xavfli inson deyapti. Buni ko'ring, qandoq tili bilan, qandoq aqli bilan shuni yozyaptilar. Va ko'ringlarda, mana ko'ringlar, mana shu xat, mana bu kimning xati? E'zozxonov Avazxon akamizning xatlari ekan. Mana ko'ringlar, ko'ringlar. Bir qonuniy baho beringlar. Marhamat, mana endi gap yana aytaman, mana yuqoridagilarning va sizga xatgacha mana nima deyapti? Mana o'qinglar, mana yozganini ko'ringlar. Mana ma'lum inobatga olib bu kabi mana gamamis mana dedi. Uni deyapti, mana nima deyapti? Mana javobgar insonlarning korxonalarida, davlat idoralarida va xalq orasida mana nima noqonuniy tashviqot olib
borishlaridan mana chegaralab bulardan yordam berishni deb umiddaman deyapti. Mana bu kim? Mana ko'ring, tushuntirish xati. Man o'z qo'lim bilan deyapti. Qo'lim bilan yozdim deyapti yana. Kim? Chodak kon boshqarmasining direktori. Mana kimni imzolarini ko'ring mana. E'zozxonov Avazxon akamizni qo'llarini ko'rding, mana qo'llari mana qanaqa. Mana bu nima sabab mana shu yozgan o'zlari biladi. Alloh taolo shu mana biz aytamiz, ey Alloh taolo Avazxon akamizni oyoqlariga, qo'llariga tikon kirmasin deyapmiz. Ammo Xudovandi Karim nima qilyapti? Xalq biladi. Shuning uchun xalqqa havola qilamiz bularni. Endi men sizdan nima Shavkat Mirziyoyev, Bahodir mana Qurbonov, sizlardan sizni so'raymiz. Bizning shunday jamiyatda shunday odamlar bo'lsa, endi xalq tilda nima gapiradi ular, Xudo biladi, xalq biladi o'zi nima deyishi. Shundaqalar ko'p bo'lsa jamiyatimiz hech vaqt obod bo'lmaydi. Muhtaram prezidentimiz, yana sizga, yana biz qahramonimiz Bahriddin Hasanovni ko'rgazmasini sizga taqdim qilamanki, ko'rib bir qonunni xulosa chiqaring deb. Muhtaram general Bahodir Qurbonov, yana sizlarga yana bitta qahramonimiz Bahriddin Ergashov, Bahriddin Hasanovni ko'rgazmalarini sizga taqdim qilamanki, qonuniy baho bering. Mana hozir men shuni sizlarga havola qilaman. Mana Namangan Respublikasi MXX Namangan viloyati boshqarmasini boshlig'iga ko'ringlar mana. Tushuntirish xat. Ushbu tushuntirish xatim bilan mana nima yozyaptilar mana orqali shuni mana nima deyapti mana o'qinglar mana, ko'ringlar mana, ko'ringlar. Ma'lum qilamanki mana Chodak qishlog'ida mana kafesida fuqaro deyapti, fuqarosi deyapti mana Aslonov Isomiddin haqida mana nima deyapti mana o'qinglar. Mana ko'pda mana nima deyaptilar mana o'qinglar mana, marhamat. Men sizlarga taqdim qilaman, o'qinglar mana. Men hech vaqt bir kishini orqasidan tuhmat qilishni yomon ko'raman. Tuhmatchini Xudo jazosini beryapti mana hozirgi vaqtda. Shu rahmat prezidentimizga, rahmat davlat milliy xavfsizlik mana raisi Bahodir Qurbonovga rahmat deymiz. Sabablari shu odam shu davlat xavfsizlik idorasiga rais bo'lgandan keyin ko'p yangiliklar bo'lyapti. Mana ko'ringlar mana. Ko'ringlar. Mana bu kim? Mana Bahriddin Hasanov ko'rgazmasilar. Mana ko'ring mana nima deyapti mana. Xalq o'zi ko'rsin mana. Xalq o'zi ko'rsin mana. Xalq ko'rsin mana nima yozyapti. Bunga Alloh bor, Alloh bor. Alloh jazosini beradi unday odamlarni. Mana nima yozyapti mana, o'qinglar mana. O'qinglar mana nima deyapti yozyapti mana. Hammasi Aslonov ustidan tuhmat. Bu so'zlarni Xudoga shukr shu qog'oz ko'taryapti. Odam hech vaqt ko'tarmaydi mana shuda. Aslonov Isomiddinni shuda shundaqa yomonlaganki, bundan qamatib shu zindondan chiqarmagan deb shundaqa yozib bergan. Mana ko'rasizlar mana. Bu kimni mana imzolari? Xatli Chodak koni boshqarmasining yana deyapti, nima deyapti mana. Direktor o'rinbosari mana. Kim mana? Mana Bahriddin Hasanov, mana Bahriddin Hasanov. Buni qachon bergan? Mana qo'llarini ko'ring mana, qo'llarini qanday chiroyli qo'lga kelgan ekan mana. Mana kuni 24-yanvar 2017-yilda mana. Buni ko'ring. Xudovandi Karim shunaqalarga Xudo bor. Inshaalloh jazosini beradi deb umid qilamiz biz. Allohdan so'raymiz.
mana shu begunoh insonni ustidan 3 ton mana shuni ko'ring, mana hujjat qilgan ekan, mana 3 ton. Ya'ni ichida nima bor ekan? Kerakli hujjatlar borki, shu Aslonov Isomiddinni vahobiylik va jamiyatda xavflikni yo'q deb tasdiqlovchi hujjat bor ekanki, men sizlarga havola qilaman, shuni ko'ringlar. Mana ko'ringlar, mana shu delada Aslonovning Isomiddinni suratlari bor mana. Bu nima ekan mana? Xalq so'zi 89-nomer 18-795 mana chiqargan bu gazeta. Mana yana aytaman, 1993-yil 31-iyul 1-avgustda chiqargan ekan. Yurtning fidoi farzandlari mana avroqlarini chiqirgan yurt deyapti. Mana ko'ringlar. Hammalarini ko'ringlar. Mana bu maqola behuda chiqmaydi. Shu yerda aytyapti-ku, Aslonov Isomiddin 1992-yildan to 1997-yilgacha Tojikistonga borib, O'zbekiston yurtini, vatanini, ajdod avlodini himoyalashga hissa qo'shgan deb, mana shu avroqlarning chiqirgan yurtga Aslonov Isomiddinni yozgan ekan mana. Mana buni ko'ring nima deyapti mana. Mana o'qinglar mana. O'qinglar. Yana aytaman, kimni rasmi bor? Aslonov Isomiddin aka. Yani ikinci gazetamiz bor. Ovozi Tojik deyapti mana. Ovozi Tojik mana. Ovozi Tojik mana nomerlari bor. 7-noyabr 93-yilda chiqargan. Mana nima deyapti-ku? Xurshidi osoyish ruh namoyat. Mana shu yerda nima yozgan? Mana shu Isomiddin akamizni O'zbekiston, Tojikiston konstitutsiya tuzumini himoyalashga hissasini qo'shganlarni yozgan ekan mana bu gazetlar mana. Bu hammasi qayerda? Shu 3 tom, vahima tomning ichida shu yana tuhmat qilganlarning ko'rgazmasiga asosan mana shularni delaga tiqqan, ammo tergovchi, sud o'zlaringiz bilasiz, baho bermagan. Sababi o'zlaringiz bilasizlar, xalq o'zi yaxshi biladi. Mana panshanba mana 7-yanvar 93-yil Lenobodskiy Pravda. Haqiqati mana Lenobod deganda mana shu yerda aytyapti-ki, tinchlik oshiga marhamat deyapti. Isomiddin akamiz mana 1992-yil, 93-yil shu o'zbek xalqiga Tojikistonning konstitutsiya tuzumiga xizmat qilganlarni minnatdorlik bilib tinchlik oshi tashkil qilgan. Ana shu yerda mana tinchlik oshiga kim xarxasha bergan, shu gazetni o'qisangiz shu yerda yozgan mana. Shu yerda yozgan. Mana tinchlik oshi maqsad nima? Tojik o'zbek dunyodagi xalq do'stligini mustahkamlash uchun tinchlik oshi tayyor qilgan ekan. Yana boshqa gazetamiz Lenobodskiy Pravda ekan mana. 12 mana yanvar 1993-yilda. Mana nima deyapti? Друзья познаются в беде mana. Shu kimning ustidan? Qahramonimiz Isomiddin Aslonov ustidan mana. Shu yerda nima yozgan bo'lsa, bu hammasi Aslonov xizmatini qilgan, xizmatlarni shu yerda yozgan, ammo kerakli tergovchi, sud hech kim baho bermagan mana. Shunaqa davlari bo'lgan, e'tiborga olmas ekan mana. Xudo bor mana. Biz yurtimizga mana Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin haqiqat, adolat chiqyapti deb umid qilamiz. Umidlarimiz amalga bo'lyapti. Yana ko'ring. Oppozitsiya ro xalq shikast doda ast. Mana chunin as
aqidai uzvi jabhai xalqi Tojikiston mana qo'mondoni istodi e'hoi sulh Xatlon Isomiddin Aslonov mana در کدام گازete صدای مردم 1993 19 مای برآمده است رقمی 90 قوس پوشیده شده 541 من در اینجا نگاه کنید چی نشان داده اسلانوف اسامالدین به خلق تاجیک به خلق ازبک به دولت ازبک چه خدمت کرده است در اینجا در این گازete ها نشان داده است. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, hurmatli general Bahodir Qurbonov, sizlardan iltimos shu 3 ta tom Asonovga ochgan delani bir ko'rsalaringiz biz yaxshi xulosa chiqarardingiz. Sababini bir bo'lmagan ishga 3 ta dela qilib insonni hayotini qo'yib nechta g'amlarga duchor qilgan kimlar o'zlari aytib qo'ydim. Yana aytamanki, bu 3 ta tom jinoyat ishi shu O'zbekiston konstitutsiyaga qarshi deb baho beraman. Sababchi shu yerda kimni ko'rgazma masalalari bilan asoslab qilgan o'zlaring ko'rdinglaringiz. Yana qaytarib sizlarga ko'rsataman bu qahramonlarni. Mana bu qahramonimiz Avazxon E'zozxonov ko'rgazmalari mana ko'ringlar, ko'rgazmalari bor mana. Shu yerda bor. Mana ko'rgazmalari bor. Mana shular ko'rgazmasiga asosan yana aytaman. Kimni ko'rgazmasiga asosan Chodak kon boshqarmasining direktori imzoni ko'ring. 24-yil yanvar oyi 2007-yil Avazxon E'zozxonov qandoq maqsad bilan shu tushuntirishni yozgan, ham tushunmayapman. Tushunmaganim sababki bu insonni nima maqsadda shundoq qilganini Alloh biladi-yu, Xudo berib bandasiga ko'rsatyapti. Biz Allohdan umid qilamiz. Yana bu qahramonimiz Bahriddin Hasanovning ko'rgazmalarini ko'ring. Qandoq chiroyli yozganki, Aslonovni yo'qotamiz degan. Shu dunyoda bo'lmaydi deb shu niyat qilgan ekan, Alloh bor ekan, bizni saqlayaptilar. Bu Bahriddin Hasanovning mana ko'rgazmalari. Xalqimiz ko'rsinki, men bir kishini tuhmat qilishga yuragim bormaydi, Xudodan qo'rqaman. Mana aytaman, bu kimni? Chodak koni boshqarmasi direktor o'rinbosari 24-yanvar 2007-yil mana Bahriddin Hasanov shundoqa ko'rgazma berib, begunoh insonni qinlab, qamallab, shularni ko'rgazmasiga asosan bilmadim qancha odamlar azob tortgan bo'lsa, uni Xudo biladi. Muhtaram Shavkat Mirziyoyev, so'zimning oxirida sizga minnatdorchilik bildirib, sizdan iltimos qilamanki, shundoq bo'htonchilar, ig'vogarlarni qo'lidan O'zbekiston turmasida qancha begunohlar bor ekan. Uni Xudo biladi, endi aytishga tilim bormaydi. Shu uchun Xudoning vakilisiz. Allohim sizga ishonadi, biz sizga ishonamiz. Sizdan iltimos, shu jamiyatimizni shundoq tuhmat bo'htonchilarni saqlashga o'zingiz hissa qo'shmasangiz boshqa hech kim yo'q. Boshqa bor, Xudoyim bor, siz bor. Shu hamma umid sizga umidvor. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Mana oxiroman sizga general mana Bahodir Qurbonov murojaatim shuki, siz mana davlat xavfsizlik xizmatining raisi bo'lgandan keyin yangiliklar, yaxshiliklar chiqyapti. Ana shu ma'nozi deladan ko'rsatgan ko'zgarmalarni qo'lidan
man ko'p azob tortgan. Ko'p uni Xudo biladi. Endi sizga aytishga man faqat internet majbur bo'ldi aytishimizga. Sababi shunaqa odamlarning qo'lidan ko'p odamlar aziyat chiqyapti. Turmalarimizdan ko'p begunohlar o'tiryapti. Hamma shunaqa tuhmatlarning qo'lidan. Sizga umid qilamanki, ilohi siz O'zbekiston marshali bo'lib xalqqa xizmat qiling. Shu jamiyatimizdan shunaqa tuhmatchilardan yo'qotishga o'z hissangizni qo'shish deb umid qilaman.